Tunji Türk İslam halifesi Sultan Yavuz Selimxan. Türkçe Osman Nuri Topbaş'ның Yavuz Sultan Selim kimdir adlıq maqalasidan özləştirib tərcüm qılğıcı Yıldız Ummu Abdullah. Tunji Osmanlı padişahı və 88-ci İslam xalifəsi şərəflik iki hərəmnin xizmətkarı Xaqan İbn Xaqan Nusratlik Sultan Qahhar Taalanın qazi sərkərdisi din və dünyanın məzmut teriki Yavuz Sultan Selimxan İbn Bayazid Xan İbn Fatih Sultan Muhammed el-Osmani bir rivayet kelişçe Hicri 872 yılı, küçükrek rivayetke asasen Hicri 875 yılı 14. Rabiul Ahir tuğulgan bulup, atsı İstanbul'unu fetih kılgan Sultan Muhammed Xan II. Oğlu Sultan Bayazid Xan II. Anısı Dulqadir oğullar begilikidin Alauddevle Bozkurt bek kızı Gülbahar Aişe Hatundur. Sultan Selimxan ustaxanlıq, egiz boyluq, doliskan, beşi yumaqlaqraq, qızıl yüzlük və şap vurupluq kelişken kişi bulupla qalmay, yaxşı tərbiyelengen, batur, küçtüngür və cesur bir padişah idi. Hicriye 886 yılı Fatih Sultan Muhammed Xan'ın vafatıdan keyin oğlu Bayazid Veli Xan saltanat taxtiga o'ltirdi və oğullarından Şahzade Selim hərbi ta'lim və dövlət başqurishni o'rganishni uchun Trabzonga vali qilib tayinlanadi. Şahzade Selim Trabzonda hakimiyet işleri bilan məşğul bo'lish bilan birga ilim tahsiliga ko'ngil berib, buyuk alim Mevlana Abdul Halimning darslariga qatnashadi. Trabzonni nihoyat yaxshi idora qilgan Şahzade Selim o jarayonda qo'shni davlatlar bilan munosabat o'rnatdi. U uzundan beri Trabzon xalqiga parakentchilik selib kelgan Gürciler, Girozinlarga qarshi 3 qatim jazo yurish qilgan bo'lib, eng muhimlaridan bo'lgan Ko'tays yurishida Qars, Erzurum va Artvin diyorlari bilan bir qancha yer fatih qilinib, Osmanlı tuproqlariga qo'shilingan va bu diyorlarda yashovchi Gürciler islomni qabul qilgan. Şahzade Selim Trabzonda 29 yıl valilik qilgandan keyin Hicriye 918 yılı 7. sefer Osmanlı taxtiga chiqib, Sultan Selim atalgan hamda süre, keskin mijazi, jasarati va chabdaslik sabablik Yavuz laqabini olgan. Yavuz Sultan Selim at minishga nihoyat mahir, qilichvozlikda davrning eng zabardast jangchilarini yer bilan yakson qilgudek darajada qobiliyatli edi. Elishish, neyzvozlik va o'qiya etish ustasi va urushxumar bo'lishiga qaramay, to'limi sipoya, dili yumshoq va to'limi kamtar bo'lib, har vaqt tamqida faqat birla xil taom yeydi va yog'och qo'shiq tutatdi. Jannat makan Yavuz Selimxan nihoyat dindor zot bo'lib, umrining oxirgi mezgillarida Sura Yasinni ko'p o'qigan va Hicriye 926 yili 8 yoki 9 Shavvol kuni Shirpanja deb atiladigan bir xil Çeyqan sebepli 49 yaşında vafat tapqan. Paytaxt İstanbul'daki Fatih Camiye Mescidida jinoza namozi tushirilgandan keyin bugungi Yavuz Sultan Selim Camiye Mescidi o'ylisiga dafn qilingan. Tarixchilar Sultan Yavuz Selimni 8 yilda 80 yillik ishni vujudga chiqargan buyuk podshoh deb ta'riflashgan. Yavuz Sultan Selim'den keyin Osmanlı taxtiga oğlu Süleyman birinci varis qilgan va tarixda qonun turg'izish bilan mashhur bo'lib, Qonuniy Sultan Süleyman deb nom olgan. Sultan Selim'ning Shahzada Süleymandan boshqa Xadicha, Fatima, Hafsa va Shah Sultan adlı qizlari bor edi. Shahzada Salih va Malika Qamarshahlar kichik yoshda vafot topgan. 623 yıllık Şallık Devleti Ali Osman'ның faqat 8 yıllık bölüki Sultan Yavuz Selim'ның hükümdarlık devri bulup, onun bunca qısqa vaqt içinde qo'lga keltirgan shuncha katta muvaffaqiyatlarini aqlga sig'dirmoq basi mushkuldir. Tarixiy voqealarning sirri hikmatlarini tadqiq qiladigan tarix falsafasi bilan shug'ullanuvchilarmi Sultan Yavuz Selimxanning Türk İslam tariximizga baxsh etgan moddiy va ma'naviy muvaffaqiyatlarini izohlashda bugunga qadar ojiz kelmoqda. Payansız çölünü kesip etken sultan. Osmanlı devleti Yavuz Sultan Selimxan devrik kelgucha kündün günü küçüyüp, şərqdə İran Safavi devleti, G'arbda Albaniyani elib, Adriatik dengizida İtaliyaga qo'shni bo'lgan.
shimolda Qrim oroli fath qilinib, Kiyev knezdiki homiylik qilingan edi. Yavuz Sultan Selim taxtga chiqibla sharqdagi Safaviy fitnesini yig'ishtirish uchun tayyorlik ko'rishga boshladi. Minglarcha chaqirim tog', idir, cho'l o'rmonlarni besib o'tib, o'z zamonasining eng kuchli davlatlaridan biri bo'lgan Iran Safaviy Turkman davlatining zo'r qo'shinini mashhur Chaldiran urushida tarmar qilgan. Hijriya 922-yili Misr Mamlukiy davlatiga jazo yurishiga otlanib, Hijriya 922-yili Zulhajjining 5-da tarixda misli ko'rilmagan bir shijoat bilan kirs chiqmas halokatlik Sina cho'lini shu chog'dagi moddiy imkonlar bilan 5 kunda buyuk bir qo'shin bilan besib o'tishi izohiy namumkin bir mo'jizadir. Hijriya 933-yili Fahira shahriga kirgandan keyin Mamlukiy homiyligidagi Abbosiy xalifasini amaldan qoldirib, olamiy islomning diniy dahiysi bo'lmish xalifalik salohiyatini o'z ustiga oldi va xilofat tunji qitim bir turk qog'onga Osmonli xalqiga o'tdi va Hijriya 656-yildan beri Mamlukiy homiyligida nomda bor amalda yo'qning o'rni bo'lib qolgan xilofat yangidan o'z izzatini topgan va yuksalgan. Qoyada saqlanayotgan muqaddas omonatlar Sultan Selimxon tarafidan Istanbulga elib ketilib, o'z loyiqida ulug'langan. Uning umri chorasizlik va ojizlikka taslim bo'lishning o'rniga Allohga tayinish bilan har dardga muhaqqaq to'g'ri chora topildiganligiga ishonish va qiyinchiliklarni yengish bilan to'lgan. Tarixning oddiy sahifasi mana shu mislsiz jangovar Xoqonning oltin simosi bilan sharaflangan. Trabzon Ironga nisbatan yaqin bo'lib, Sultan Selimxon shahzoda vaqtida Shah Ismoilning ummatga qilgan yomonliklarini nihoyat yaxshi bilib, uningga qarshi atrofli va unumli tadbir elish kerakligini tushunib yetgan edi. Va Shah Ismoil bilan kurash qilishning o'zi uchun, ya'ni shahzodalik salohiyati bilan qat'iy mumkin bo'lmaydiganligini tushunib yetib, Osmoniylar taxtiga tezroq chiqish kerakligini his qilgan edi. Bu vajdan aqllari Shahzoda Ahmad va Shahzoda Qo'rqutni mag'lub qilib, o'z taxtini mustahkamlagan. Sultan qahramonlikda tillar daston bo'lish bilan birga nihoyat hissiyatchan va dili nozik kishi edi. Davlatning barqarorligi uchun yo'qotishga majbur bo'lgan qarindishi aksi Qo'rqutning tavutining tuvida "Ey qarindishim, kashki sen undaq qilmagan bo'lsang eding, menmi bundaq qilishga majbur bo'lmagan bo'lsam edim" deb yig'laydi. Shahzoda Qo'rqutning piyola otliq sodiq odamga "Seni sadoqatmanlikdan iborat buyuk fazilatingning hurmati uchun kechirdim. Ushbu sadoqatmanligingning mukofoti sifatida seni xohlagan o'rniga tayinlay, xohlasang vazirim bo'l" deb iltifot ko'rsatganda, piyolamo tashakkur aytadi va sadoqatini tehim ifodalab, "Sultonim, bundan keyin mening vazifam Shahzoda Qo'rqutning qabrisiga qarag'uchi qaranchiq bo'lg'ay" deydi. Bu ko'rinishlar avomdan sultonga qadar butun bir millatning axloqiy saviyasini ko'rsatishga yetarlidir. Yavuz Sultan Selimxon taxtga chiqmay tez suratda davlatni idora qilishga boshlaydi. Bu vaqtlarda Azerbayjon, Iroq, Eronlarni qo'lga keltirgan Shah Ismoil Anatoliyaga tahdid solg'uda kelgan edi. U Shia mazhabini kengaytib va undan foydalanib turib, davomli fitna chiqaradi, musulmonlarning e'tiqodini davolg'utadi. Sultan Selimxonning Iron safari. Sultan Selim orada divanida yangi Shah Ismoilning xatarlik faoliyatlarini uzun tushundirdi. Ahli divan nurg'un muzokaralardan keyin Shayxul Islom Kamal Pasha Zodaning fatvosi bilan Eronga yurish qilish qarori oldi. Yavuz Selimxon Hijriya 920-yili 23-Muharram kuni Istanbul Üsküdar tarafga o'tib, Ordu-i Humayun bilan Eronga qarab atsaladi. Sultan Selim Shah Ismoilni botirlik va shijoat namoyon bo'lgan mardlik maydoniga chillasimi, u doimo urushdan qochadi. Oqibat Yavuz Selimxon Safaviy tuproqlariga kiradi. Shah Ismoil doim keyniga chekinadi. Sultan Selimning askarlari birer maydon urush qilmay qo'g'laverishdan namzirikidi, ham erib charchaydi. Uning ustiga keladigan to'liqlama ta'minotmi oqsashga boshlaydi. Qo'shin ishida beramchilik borgan sir ulg'ayib, Shah Ismoil qochdi. Mushuning o'zimi bir g'alaba, hamda orqamizga yanayli deb qavg'a chiqishga boshlaydi. Hatto to'polonchilar haddidan eshib Sultan Selimxonning chidiriga qaratib, o'q uzishga jur'at qiladi. Sultan Yavuz Selimning to'polonchi askarlarga xitobi. Jannat makon Yavuz Selimxonning shahona chidiridan chiqib, qavg'achi askarlarga qilgan xitobi jang tarixida tillarda dastondir. Sultan o'z nutqida haqiqiy nishonga yetmaganligini, jazo yurishidan asla qaytmaydiganligini, jihad uchun qilingan ushbu safardan faqat xotinlarni sig'inganlarning qaytadiganligini,
O'g'il bola erkaklarning davomli o'ziga ergishadiganligini, hatto yolg'iz o'zida qolgan taqdirdimi adoqqicha jang qiladiganligini jarangliq ovoz bilan ifodalab, xohlaganlar xotinlarining yana qaytib ko'ynaklarni tankiysin. Men dushmanga qarshi bir beshim bilan ketaveraman deydi va arg'amaqani deb ketadi. Kepinini bo'yniga esib yurgan sulton. Yavuz Selimxon shahzoda vaqtlaridan tortib kepinini ko'tarib yurgan bir jangovar kishi bo'lib, shu vaqtlarda u minglarcha o'qishida shahid bo'lib ketishi mumkin edi. Uning tavakkulchiligi, Allohga taslimiyati hamda Tangri Jalla Jalaluhuning cho'qim chora avatishiga shaksiz ishonchi hodisaning yo'nalishini o'zgartirdi. Sulton Selimning yurak qatidan chiqqan bu so'zlar askarlarning ko'nglini qattiq larzaga chaldiran tizanligiga boshqacha bir jasorat sur'ayi bilan atlanishidi. Nihoyat Shah Ismoil nihoyat ig'ir mag'lub bo'lib, xotini va taxtini jang maydoniga tashlab Badar qochidi. 920-yili 16-Rajab Yavuz Selimxon Tabriz shahriga kirdi va xutba xulofai Rashidin to'rt xalifa tiliga ilinib turib, Sulton Yavuz Selimxonning nomi o'qildi. Tabrizdagi ilm va san'at arboblari bilan qo'yiq aloqa o'rnatdi va ularni Istanbulga taklif qildi. Selimxon rayondagi fathlarini tamomlash uchun shu yili qishni Ozarbayjondagi Qarabog'da o'tkazdi. İstanbul'daki Tabrizga qadar 2500 kilometrlik masofani ming'ir jafoda uzuq-tuliq qiyinchilikqa qaramay yayoq besib nihoyat katta g'alaba quchish tarixda bak az uchraydigan nasirdandir. Hazrati Muhyiddin ibnul Arabiyning karomati. Sulton Selim Sharqiy Janubiy Anatoliyani dana bir siyosat bilan urushsizlar davlatiga qo'shib, Sham shahriga qadam bosgan chaqda Muhyiddin ibnul Arabiy hazratlarining bir karomati isbotlanadi. U zotning hayot vaqtida Piqirning qabrisi Shiga kirganda o'tirib chiqur deganidek, darvoqe Sulton Selimxonning Shamga kirishi Muhyiddin ibnul Arabiyning qabrisi topilgan vaqtda to'g'ri keladi. Bir kuni Yavuz Sulton Selim sirdishi Hasanjanni huzuriga chaqirdi va suhbat oraliqida uningga "Aytqin Hasan, kecha qanday tush ko'rding?" deb so'radi. Hasanjan "Degidek bir tush ko'rmadim" deb javob berdi. Sulton do'stidan "Kishi bir kecha uxlabmi, hech qanday tush ko'rmasmi? Har holda biror tush bo'lsin ko'rgansan" deb qaytlab so'raydi. Biror narsani eslolmagan Hasanjan o'ng'aysizlandi va keyinroq bir munosabat bilan aslida ishq og'asi Hasan og'aning shu kecha tush ko'rganligidan xabar topdi va uningdan haqiqatni so'raydi. Ishqaga Hasan bayon qilib, bu kecha haram nur yuzlik kishilar bilan to'ldi. Sultonning ishq oldida qo'llarida bayroq tutgan 4 kishi turar edi. Eng oldidagi kishining qo'lida sultonimizning bayrog'i bor edi. U kishi menga "Biz nima uchun keldik bilamsan" degan edi. Men "Siz bilasiz" dedim. O zot "Sen ko'rib turgan bu muborak kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridir. Hammamizni Rasul akram avatdi, ham Sulton Selimxonga salom aytdi va ikki haramning xizmati uningga berildi, tez kelsin" dedi. Sen ko'rgan bu 4 kishining biri Abu Bakr Siddiq, biri Umar Faruq, biri Osman Zinnurayndir. Men Ali ibn Abu Talibdirman. Darhol berib Selimxonga buningdan xushxabar bisharat bergil dedi. Hasan og'aning tushi. Hasan og'aning tushini sultonga aynan naql qildi. Podshohning muborak yuzi qizardi va ko'zlaridan xushallik yoshlar to'kildi. U "Ey Hasanjon, sana demadikmi? Biz bir tarafga buyurilmoqcha harakat qilmaymiz. Ajdodimizdan har bir avliyolikdan nasib olganlardir. Har birining nurg'un karomatlari bordir" dedi. Sulton mo shu kecha o'xshash ko'rgan edi. Sulton Yavuz Selimning Misr yurishi. Eron safaridan burun Sulton Selimxon Misrdagi mamlukiylardan Eron Safaviy shohiga yordam bermaslik to'g'riliq aqd olgan bo'lsa-mu, mamlukiylarning ahdini buzishi sultonni qattiq bayram qildi va Hijriya 922-yili 14-safar kuni divan kengashi natijasida Sharq safari, ya'ni Misrga yurish qarori ilindi. Natijada Osmanli qo'shini mamlukiy qo'shinlari bilan bugungi Suriyaning Halab shahrining 38 kilometr shimoliga to'g'ri kelgan Marjidabiq tuzlanligida uchrashib, ularni echinishlik mag'lub qildi. Hijriya 922-yili 25-Rajab biz bergan bu urushda 15 yildan beri Misr mamluk davlatini boshqarib kelgan Qansoh Qori o'ldi. O'rniga Qohiradagi taxt noibi jiyani Tumanbay rasmiy mamluk sultoni bo'ldi. Ammo bu zafarning to'liq bo'lishi uchun Misrga berishi strategik bir zaruriyat bo'lib, buning uchun qo'rqinchli Sino cho'lini kesib o'tishi kerak edi. U bu qiyin ishni hech bir chiqim tortmay, qiynalmay 13 kunda o'rindaydi.
Büyük bir askeri qo'mondan sanalgan Napoleonmu Yavuz Sultan Selim'den 300 yıl keyin bu çölden saq o'tolmagan ve Fransız askerleri ussuzluktan asabiylashib bir-birlarini o'ltirgan ekan. Bu çölning Birinchi Dünya urushida zamonaviy texnik imkoniyatlar bilan 11 kun aram besib o'tilishimi Yavuz Selimxonning o'z davrining sharoitida faqatla 13 kunda amalga oshirganligining naqadar buyuk bir muvaffaqiyat ekanligini isbotlab turibdi. O'z vaqtida sarkarda pashalar va askarlar bu cho'ldan qanday o'tish to'g'riliq andisha va ikkilanishga mubtalo bo'ladi. Bu xatarlik cho'l kunduzi va ayni jahannam misoli 50 gradusdan yuqori issiq, kechasi xuddi muz okeandek 0 dan 20 gradusgacha sovuq bo'lib, to'limi o'zgarishchan klimatga ega. Yana kelib u bir poyonsiz qum dengizi edi. Sultan Yavuz Selimning Sina cho'lini besib o'tishining siri. Butun bo'lumsiz shart-sharoitga qaramay Yavuz Sultan Selimxonning qat'iy qarori bilan cho'lga yurish qilinadi. Atlanib uzun o'tmayla sultan etidan tushdi va piyoda minishga boshlaydi. Buni ko'rgan askariy arkan qattiq hayron ichida atlar jinida qiynalib taslimayotgan bu cho'lda sultan nimishqa etidan tushib piyoda mangdigando deb pichirlashqa atlardan tushib piyoda minishga boshlaydi. Pashalar sultanning janjigar do'sti Hasanjonga buning hikmati nedir? Podshohdan bir so'rab baqsang deydi. Hasanjon sultan aliylaridan nima sababdan bunday qilganligini so'raganida sultan Hasan ko'rmayotamsan. Oldimizda koinot faxri Rasulimiz sallallohu alayhi va sallam mengotidi deydi. Shunda qilib ular shu mangancha bu qo'rqinchli cho'lni to'g'ri 13 kunda bir bulutning ostida Alloh Rasulining ruhiy boshchiligida o'tib Hijriya 922-yili 28-Zulhijja kuni Mamlukiylarni Redaniya urushida yana bir karra mag'lub qiladi va Qohira darvozasi Sultan Selimxonga ochiladi. Buyuk sultanning fazilatlari Osmanlı qo'shinining Qohiraga, ya'ni Misrga kirish bilanla ish tugagan edi. Mamluk askarlari ko'ch-ko'chalarda qarshilik bildirdi. Yangi mamluk hukmdori Tumanbayning fidoyilari Selimni o'ltirsak urushda biz yengimiz degan ishonchda Yavuz Selimxonni paylab yurishdi. Buni sezgan Sinan Pasha ahvolni Yavuz Selimxonga uqtirib, o'zi sultanning kiyimlarini kiyib fidoyilarni oldiga chiqdi. Yavuz Selimxon kaynidan yetishib ularni bir taraf qiluvchi Sinan Pasha shahid bo'ladi. Misr fathiga badal bo'lgan shahid. Sultan Yavuz Selim Misrga kirishni kiradi, ammo ko'ngli nihoyat yerim oldi. Misrni oldik, lekin Sinan Pashadan ayrildik deydi. Demak, sultanning nazarida bir olim mujohiddan ayrilib qolishga Misr fathi degandek tasalli bo'la olmaydi. Yahya Kamal Efendi bu ayolni shu shaklda ifodalagan edi. 10 Mısır'a bir Sinan bedel olmazdı ey kaza. Kudretullu padişahı bu hal etti telkam. Ey kaza, Sinan Paşa gibi alim devlet erbabıga 10 Mısır'ını tegishib olmaz idi. Bu ahval kudretlik padişahını nihayet azapladı. Tarixning her devredeki küçlük şəxslər muşundaq sarıqıl arxiteklər bilan pallaga chiqqan bo'lsa kerak. Sultan Yavuz Selimxon 923-yil 23 Muharram nihoyat dabdabalik bir murosim bilan Mamlukiylarning sariy qasri Yusufga kiradi. Shu davrning shohidi Qohira xalqining Yavuz Selimxonni mundaq kutib olganligini rivoyat qiladi. Xalq Yavuzning saltanatini ko'rish uchun ko'ch-ko'ylarga to'lgan va panjaralardan qarishib ketgan edi. Yavuz ularga boshqacha ko'ringan edi. Xaloyiq uni o'zgacha to'n libos va alohida tajallli kiyish kerak deb o'ylagan edi. Vaholanki Yavuz Selimxon bo'lsa eng oldida emas, balki jangvarlarning o'ttirisida edi. Na o'zgacha egan, na boshqacha bek kiymagan. Sarvozlardan faraqsiz holda olg'a qarab kamtarin holatda mang'atdi. Sultan Yavuz Selimning sallasining siri. Yavuz Selimxon 28-Muharram juma kuni Malik Muayyad jamiasida o'qilgan xutbada xotibning o'zi to'g'risida ulug' va sharafli Ishkaramning hukmdori degan ta'rifga darhol e'tiroz bildirib, ko'z yosh oldi xutbani ulug' va sharafli Ishkaramning xizmatkori deb o'zgartirishni talab qildi. Rabbiga shukr etish uchun gilamni elitib tuproqqa sajda qildi. Ulug' Ishkaramning xizmatkori ekanligini ifodalash yuzidan sallasining oldiga supurga shaklda toj ko'pik taqaydi. Manba Osman Nuri Topbash. Altın Ulug' jurnali 1996-yil noyabr 1-29 sani 32-bet.